sohani boshlaganimizga 8 yil bo'ldi. Zamonaviy issiqxonamizni barpo etdik. Issiqxonamiz maydoni 4 gektar, 85 ming dona ko'chat yetishtiramiz shu joyda. Bu yil Sakata firmasining Fujimaro sortini ekkanmiz. Eksport bob sort bo'lgani uchun yiliga 250 ming, 300 ming tonnagacha hosil olishga harakat qilamiz har doim. Shu bir mavsum ekamiz har doim. Oktyabr oyida eksak, shu bilan may oyigacha, yil 1-iyungacha yetishtiramiz. Ko'proq Rossiya davlati eksportyorlar ishlashadi biz bilan, o'zimiz ishlaymiz. Rossiyaning Futsiti va Novosibir bozorlariga eksport bo'ladi pomidorlarimiz ko'proq. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining kompensatsiya xizmatidan foydalanganmiz. Bu yil ular bilan ham ishlashib, men xursand bo'ldik bu narsalardan. Bu gidroponika deyiladi. Koreya davlatining texnologiyasi hisoblanadi. Bizda hammasi tomchilab sug'orish apparatlari, avtomatika tizimlari, o'zlari ochib yopiladi. Dori vositalari bor, o'zlari sug'oradi uni. Zamonaviy hamma narsasi zamon talabidagi narsalardan foydalanganmiz. Xudoga shukr, yaxshi hozir prezidentimiz tadbirkorlarga qilingan sharoitlardan ham foydalanyapmiz. Ancha bizga yutuq bo'lyapti. Kelajakdagi niyatlarimiz tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi bilan hamkorlikda yana ham aholiga sifatli va yaxshi mahsulot yetkazib berish.